Mana hozir sizlarga Toshkentning Moskvaga yetolmaydigan joyini aytaman. Mana bu yerda bitta skameyka qo'yilgan avtomobildan tashqari, bu yoqqa aylanib ko'chaga qarasangiz skameyka yo'q. 1 kilometr, 2 kilometr yerda skameyka yo'q. Mana odamlar mana bitta korxonani oldida bu nimaning mramorni ustida o'tiribdi. Bu yerda odam shamollab qoladi, boshqa bo'ladi, uni o'ylamaydi bularda. Yana shaharda ko'rkam qilamiz. Moskvaga borsangiz har 50 metrdan 60 metrdan skameykalar qo'yilgan. Shu narsalarni qilish kerak. Har xil qonun qarorlari chiqaravermasdan bo'lar bo'lmas. Xalqni o'ylab bir bu qarilar, bolalar ko'chaga aylanganda o'tiradigan skameykalar qilish kerak. Bir soya salqin joyda. Mana ahvol mana. Bular betonning ustida o'tiradi odamlar, keyin kasal topadi. Bir normal skameykalar qo'yilmagan ko'chalarga. Eng yetishmaydigan joyi shu, undan ham battar bitta joyi bor, nozik. Uni endi aytmasam bo'lmaydi. U hojatxona masalasi. Bizlarda ko'chalarda hojatxona ham yo'q. U Toshkentga kelgan odam hali qisib yurish kerak degandayda, u masalan yozning kuni chog'irib qolsa nima qiladi? Bu tomonlar hech inobatga olinmagan. O'sha Moskvaga borganimizda o'sha narsalar inobatga olingan. Ko'chalarda bepul hojatxonalar, skameykalar hamma yoq to'la. Xalq uchun sharoitlar zo'r. Bizlarda faqat qiyin.